Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Yaqin Sharq mintaqasida sodir bo'layotgan voqealarga to'xtalamiz, uning siyosiy va harbiy jihatlariga. Xabaringiz bor, 28-fevralda tong saharda AQSh va Isroil hamkorligida Ironga qarshi operatsiya boshlanganini e'lon qildi va Ironning bir qancha shaharlariga aviazarbalar yo'lladi va buning natijasida 40 dan ortiq ironlik amaldorlar yo'q qilindi. Shu jumladan Ironning o'sha oliy rahnamosi hisoblangan Oyatulloh Ali Xomanaiy yo'q qilindi va uning biriga oila a'zolari ham, uning nabirasi, kelini, kuyovi va hokazo. Va bundan tashqari o'sha bir qancha ironlik yuqori martabali amaldorlar, ya'ni bosh shtab boshlig'i, mudofaa kengashi kotibi o'rinbosarlari va boshqa yana bir qancha amaldorlar yo'q qilindi. Va bu yerda alohida aytmoqchiman, eng achinarli holat o'sha Minobga yo'llangan zarba bo'ldi. Ya'ni u yerda o'quvchi qizlar ta'lim oladigan maktabga yo'llandi va u yerda 170 dan ortiq o'quvchi qizlar vafot etdi. Aynan mana shu zarba oqibatida. Xo'p, bu urushning agar kelib chiqish mohiyatiga agar to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni ziddiyatga, hozirgi qarama-qarshilikka, AQSh va Eron o'rtasidagi hozirgi holat kecha yoki bugun holat sodir bo'layotgani yo'q. Bu ancha tarixga borib taqaladi. Ya'ni agar uning ildiziga qaraydigan bo'lsak, 1979-yilgi demak inqilobdan beri AQSh va Eron o'rtasidagi ziddiyat yuzaga kelgan edi. Nafaqat AQSh, balki g'arb dunyosi bilan. O'sha 79-yilda hokimiyat tepasiga Oyatulloh Ruhulloh Xomanaiy kelishi natijasida boshlangan edi. 1980-yilda Tehronda amerikalik diplomatlar bir guruh ironlik talabalar tomonidan garovga olinadi va bu holat 1 yildan ortiqroq davom etadi. O'shanda 52 nafar amerikalik diplomatni bir guruh ironlik talabalar garovga olgan edi. Aynan mana shu holatdan keyin AQSh va Eron o'rtasidagi ziddiyat yanada kuchaygan edi. Va bu hozirgi holatga ham bevosita demak ta'sir o'tkazib kelmoqda. Xo'p, agar hozirgi holat jarayonida agar tahlil qiladigan bo'lsak, bu ziddiyat yoki urush, ya'ni to'laqonli urush, qaysidir ma'noda aytishimiz mumkin. Ya'ni bosqinchilik urushi. Xo'p, bilamiz, AQSh bu demokratik davlat hisoblanganligi sababli aynan mana shu holatga to'xtalmoqchiman. Ya'ni urush, ya'ni operatsiya. Ya'ni urush deb ham nomlashimiz mumkin qaysidir ma'noda. Bitta bir suveren davlatning hududiga bostirib kirilmoqda. Xo'p, AQSh konstitutsiyasining, ya'ni 1787-yilda qabul qilingan konstitutsiyasining 1-moddasida shunday deb yozib qo'yilgan. Ya'ni urush e'lon qilish va urush olib borish vakolatlari aynan kongressda saqlanib qolgan. Ya'ni kongressda biror bir davlatga yoki qaniydir biron bir harbiy harakatlarga qarshi demak urush e'lon qilish aynan kongress vakolatida qoladi, ya'ni kongressda. Va bu konstitutsiyasining 2-moddasida prezident qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni bo'lib hisoblanadi, sanaladi. Ma'lum bir cheklangan doirada uning huquqlari beriladi, ya'ni taqdim etiladi. O'ta qisqa muddatli harbiy harakatlar yoki operatsiyalar AQShga agar tahdid solayotgan yoki xavf solayotgan bo'lsa degan joyi bor. Bu AQSh konstitutsiyasining 2-moddasida aytilgan. Ya'ni bu aniq holatli bo'la hisoblangan. Ya'ni bu aynan mana shu prezidentning urush olib borish vakolatlari to'g'risida bir qonun qabul qilingan. Ya'ni o'sha Vyetnam urushidan keyin 1973-yilda War Powers Resolution, ya'ni urush to'g'risidagi rezolyutsiya deb nomlanadi. O'shanda, ya'ni Vyetnam urushidan keyin qabul qilingan bu rezolyutsiya. O'shanda prezident agar biror bir harbiy, ya'ni kongressning ruxsatisiz harbiy amaliyotlar yoki operatsiyalar boshlaydigan bo'lsa, 60 kun kongressning ruxsatisiz bu holatni tugatib qo'yishi kerak deb degan joyi bor. Aynan 60 kunda agar Trump mana hozir boshladi-yu mana bu operatsiyani 60 kun ichida tugatishi kerak. Ya'ni bu aytilgan mana shu 73-yilda qabul qilingan o'sha urushlar to'g'risidagi rezolyutsiyasida. Xo'p, mana bunga agar urushni mana bu jarayonlarda agar umumiy olib tahlil qiladigan bo'lsak, 2026-yil 6-fevralda mana bu AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralarning birinchi raundi boshlangan edi.
Ummon poytaxti Maskatda, ya'ni 6 fevral 2026-yilda. Uning ikkinchi raundi esa 18 fevralda Jenevada bo'lgandi. Uchinchi raund esa 26 fevralda u ham Jenevada bo'lgandi. Va agar bularni talqin qiladigan bo'lsak, muzokaralardan keyin har ikkala tomon ham ijobiy, qaysidir ma'noda ijobiy holatlarni aytgan edi, ammo Trampning ba'zi bir qancha bayonotlarida aytgandiki, agar Eron yadroviy kelishuvlarga agar rozilik bildirmasa, biz ularga demak shunday bir zarbalar beramizki, deb bir tahditomuz gaplarni aytgan edi o'zining bayonotlarida. Bu yerda agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, har ikki demak muzokaralarni agar tahlil qiladigan bo'lsak, u yerda AQSh asosan 3 talabni qo'ygan edi. Ya'ni birinchi talab bu Eronning o'sha boyitilgan uran zaxirasi. Ya'ni u yerda qurol ishlab chiqarish, ya'ni yadroviy qurol ishlanmalari va uning yaratish jarayonlari butunlay yo'q qilinadi. Boyitilgan uran esa AQShga topshiriladi degan joyi bor. Mana birinchi bandi. Xo'p, ikkinchi bandi esa Eronning raketa tizimlarining uchish diapazoni. Ya'ni bilamiz, hozirda o'sha Eronda ballistik raketalar bor va ularning maksimal masofasi 2500-3000 kilometr masofaga uchadi. Ya'ni o'sha Sejal degan bir gipertovushli raketasi bor. Aynan mana shu raketalar 2500-3000 kilometr masofani nishonlab ura oladi. Bu Yevropadagi agar taqqoslaydigan bo'lsak, ya'ni Erondan uchiriladigan raketa Polsha va Germaniyani ura oladi degani. Xo'p, va uchinchi bandi esa bilamiz, mana bu Livandagi Hizbulloh, Yamanda o'sha Yamandagi Ansarolloh bor va yana boshqa bir qancha o'sha Shia maqsadidagi qurolli guruhlar bor. O'shalarni moliyalashtirish, ularning harbiy ta'minotlarini to'xtatish va barcha o'sha qanday holatda ta'minotlar bo'lsa, ularning barchasini to'xtatish holatlari aytilgan edi. Mana shu asosiy 3 ta bandni kiritgan edi. Vaholanki bularning orasida Eron ikkitasiga rozi bo'lganicha yo'q va asosiy bu yerda urg'u berilayotgan narsa AQSh tomonidan ham va Eron tomonidan ham aynan yadroviy qurol dasturini butunlay yo'q qilish edi. Eng asosiy urg'u berilayotgan narsa aynan mana shu edi. Vaholanki Eron tomoni bu narsaga rozi edi va hatto o'sha Magati bilan ham hamkorlik qilishga tayyorligini aytib o'tgan edi o'sha tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi. Ammo qolgan bandlarga esa Eron rozi bo'lmadi va bu holatni AQSh tomoni ham juda yaxshi bilardi. Ya'ni Eronni bu AQShning demak hozirgi qo'yadigan talablariga. Xo'p, demak mana bu holatlarga rozi bo'lgani yo'q va qaysidir ma'noda bu yerda ham mana bu Isroil lobbilari yoki Isroilning yoki Netanyahuning o'rni ham qaysidir ma'noda rol o'ynadi. Ya'ni bilamiz, Isroil buning Yaqin Sharqdagi eng azaliy raqiblari yoki dushmani aynan bu Eron bo'lib sanaladi. Xo'p, va bundan tashqari shunday bir xabar chiqdiki, ya'ni Washington Post shunday bir xabarni chiqardiki, aynan AQShning yoki Donald Trampning Eronga qarshi amalga oshirgan mana bu operatsiyasida Saudiya Arabistonining ham roli bor degan bir maqola chiqardi. Ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak, mana bu operatsiya boshlangunga qadar o'sha Qora shahzoda, ya'ni o'sha Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon, ya'ni uni Qora shahzoda ham deb nomlashadi. O'sha shaxsiy telefon orqali Tramp bilan bir necha oylab gaplashgan ekan. Va bundan tashqari uning ukasi va qolaversa mudofaa vaziri Xolid bin Salmon ham Washingtonga borib yopiq eshiklar ortida bir necha marotaba o'sha Tramp bilan suhbatlashgan ekan. Ya'ni buni ukasi ham demak tasdiqladi, ya'ni o'sha holatni. Demak kelyaptiki, mana bu holatdan. Ya'ni Washington Postda shunday bir holat jarayonni aytayaptiki, o'sha Qora shahzoda Eron bilan mana omma oldida diplomatik yechimlarni va yo'llarni taklif qilayotgan bo'lsa-da, ammo yopiq eshiklar ortida
AQShni yoki Donald Trampni Ironga qarshi operatsiya boshlashga undayapti degan bir maqolasini chiqardi. Endi Netanyahuniki aytmasa ham bo'ladi. U ochiqchasiga agar AQSh qo'shilmasa ham, urush demak operatsiyani boshlamasa ham biz o'zimiz Ironga zarba beramiz deb o'zining bayonotlarida aytib o'tgan edi. Xo'p, mana bu agar har bir demak urush qoidalariga agar to'xtaladigan bo'lsak, har bitta demak urushda ma'lum bir darajada cheklangan qonun qoidalar bo'ladi. Demak bu davlat rahbarlariga nisbatan demak suiqasd uyushtirmaslik ma'lum bir darajada albatta. Ya'ni har qanday demak joylarni urishi mumkin, vayron qilishi mumkin. Endi albatta cheklangan tarzda, ya'ni aholi ijtimoiy punktlardan tashqari albatta. O'sha maktablar, shifoxonalar, o'sha qandaydir bir ta'minot markazlari bo'lgan, albatta aholiga ta'minot zaxiralari bo'lgan, ya'ni harbiylarga emas. Mana shu nishonli aylanmaslik kerak. Ya'ni urush qoidasiga ko'ra faqat urush markazlari, ya'ni harbiylar markazi yoki o'sha harbiy aloqa punktlariga zarbalar berilishi kerak. Ya'ni urush qoidalari va qolgan agar holatlar bo'lsa, bu urush jinoyatlari sanaladi xalqaro huquq normalarida. Davlat rahbarini o'ldirish albatta bu qaysidir ma'noda mutlaqo xalqaro qoidalarga ham qaysidir ma'noda to'g'ri kelmaydi, axloq huquq qoidalariga ham. Ammo ko'ryapmizki, so'nggi bir necha 10 yillikda, balki o'sha chorak asrda deyaylik, balki to'g'riroq bo'lar. Yirik davlatlar bunga amal qilayotgani yo'q. O'sha AQSh ham, Rossiya ham va hatto Xitoy ham bu qoidalarga amal qilayotgani yo'q. Ya'ni tahdidlar, urushlar, bostirib kirishlar va hokazo. Mana shunday holatlar kuchaydi so'nggi chorak asrda. Mana bu agar Ali Xumayniyning yo'q qilinishiga agar oladigan bo'lsak, buni shunday bir xabarlar ham chiqdiki, ijtimoiy tarmoqlarda Ali Xumayniyning o'sha Isroilning Mossad agentlari kameralarni buzib kirgan holda uning o'sha hayotiy jarayonlarini bir necha oylab yoki hatto yillab davomida o'rgangan. Ya'ni u nima qiladi, qayerga boradi, qaysi holatlarda yuradi va qachon o'sha bunkerlarga kiradi, o'sha to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni to'plagan, yig'igan, tahlil qilgan. Uning aynan qaysi vaqtda va qanday bunker joyiga kirishini ham aynan o'sha kameralar orqali izlab topgan. Vaholanki Iron anchagina mustahkam bunkerlarga tizimiga ega edi. Aynan mana shu holatda, lekin uni ko'ryapmizki, Isroilning o'sha Mossad agentlari anchagina qaysidir ma'noda texnologik jihatdan ustunligini ko'rsatib qo'ymoqda. Bu holat o'sha 2025-yil o'tgan yili iyunda bo'lgan o'sha 12 kunlik urushda ham demak qaysidir ma'noda ko'rgandik. Bir qancha o'sha pagerlarni portlatib yuborganida o'sha masofadan o'sha aynan buni o'sha Isroilning Mossad agentlari amalga oshirgan edi. Albatta bu yerda o'sha MRBni ham demak qaysidir ma'noda roli bor. Albatta o'sha muvofiqlashtiradi, bir-biri bilan aloqaga chiqib turadi. Xo'p, urushning birinchi kuni agar harbiy jihatdan agar tahlil qiladigan bo'lsak, bu holatda urushning birinchi kuni o'zidayoq AQShga deyarli 1 milliard AQSh dollariga tushdi. Ya'ni aniqroq agar raqamni aytadigan bo'lsak, bu 780 million dollarga tushdi. Aynan AQShning bir sutkalik, ya'ni 24 soatlikdagi harbiy harakatlari. Ya'ni bu o'sha raketalar uchirish, ya'ni uchib kelgan raketalarni mudofaa orqali qaytarish va hokazo, ularning barchasi o'sha demak harbiy xarajatlar orqali qoplanadigan hisob, ya'ni ularning mablag'i, ya'ni barcha ishlatilgan o'q-dorilar hisoblanadi. Hozir mana demak urushning 6-kuni, agar urushning 4 kunligini agar sarhisob qilinadigan bo'lsak, urushning borig'i 4 kuni AQShga 3.7 milliard AQSh dollariga tushibdi. Ya'ni bu holatda ularning barcha o'sha yo'q qilingan texnikalar, ishlatilgan demak o'q-dorilar, bularning barchasi va hokazo va hokazo. AQShning agar eng yo'qotgan o'sha qimmat harbiy texnikalar agar oladigan bo'lsak, bu deyarli 2 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. Ya'ni
o'sha Birlashgan Arab Amirliklaridagi o'sha THAAD mudofaa tizimining ANTPY-2 deb nomlanadigan uzoq masofalar radar tizimi. Ya'ni bu THAAD bilamiz, bu o'sha o'ta yuqori ballistik raketalarni va tutib olish uchun, ya'ni egzosferada tutib olish va yo'q qilish uchun mo'ljallangan mudofaa tizimi sanaladi. Ya'ni o'shaning radar tizimi. Va bundan tashqari o'sha ANFPS 132 radar tizimi, ya'ni bu Qatardagi, bilamiz, o'sha Qatarda AQShning eng yirik o'sha Al-Udayd harbiy bazasi joylashgan. O'sha mintaqada, Yaqin Sharq mintaqasida eng katta harbiy bazasi aynan o'sha sanaladi. Qatarda AQShning deyarli 14 mingga yaqin harbiysi mavjud va mana bu agar ziddiyatda bu Yaqin Sharq mintaqasidagi anchagina keng ko'lamli yanada oshirildi va harbiy xizmatchilar soni. Bu radar tizimi, ya'ni ANFPS 132 erta ogohlantirish radar tizimi qiymati 1 milliard AQSh dollaridan ortiq. Ya'ni uning qiymati, narxi. Bu ya'ni 5000 kilometr diapazondagi har qanday uchirilgan raketani oldindan aniqlay olish qobiliyatiga ega. Agar videoda ko'rgan bo'lsangiz, aynan mana shu holat o'sha Eronning birgina Shahid 136 droni orqali ishdan chiqarildi, ya'ni zararsizlantirildi. Va bundan tashqari o'sha yana AQShning ANGSC 52 deb nomlangan sun'iy yo'ldosh aloqa terminali ham yo'q qilindi va buning narxi o'rtacha 20-25 million dollar atrofida edi. Uning narxi, ya'ni bu Yaqin Sharq mintaqasidagi anchagina qiymatli bo'lgan harbiy texnika va qurol-yarog'larning nisbati, ya'ni narxi. Hozirgi kungacha, ya'ni shu kunda urushning 6-kuniga kelib, AQShning 6 nafar harbiy xizmatchisi vafot etdi, ya'ni o'ldirildi Eronning zarbalari natijasida. 18 nafari esa jarohatlangan. Ayni hozirgi vaqtda, ya'ni 6-kunida, urushning 6-kunida. Ya'ni bu operatsiyani Isroil tomoni, ya'ni AQSh ham, Isroil ham alohida nom berdi. Isroil tomoni Operation Roaring Lion deb nomladi, ya'ni nara tortayotgan sher operatsiyasi. Amerika tomoni esa Operation Epic Fury, ya'ni epik g'azabli operatsiya deb nom berdi. Bu urush anchagina agar, ya'ni uning jarayoniga agar to'xtaladigan bo'lsak, yanada yaqinlashtiradigan bo'lsak, ya'ni xabaringiz bor, o'sha Arab dengiziga AQShning USS Abraham Lincoln aviatashuvchisi yetib kelgan edi 26-yanvarda. Va undan keyin o'sha keskinlik, ya'ni muzokaralar raundi jarayoni davom etayotgan paytda va Trampning o'sha 13-fevralda aytgan, demak, bayonoti, ya'ni u aytdiki, agar Eron o'sha muzokaralardan rozi bo'lmasa, men o'zimning ikkinchi aviatashuvchimni Yaqin Sharq mintaqasiga jo'nataman degan bir bayonotni ham bergan va 13-fevralda u ko'rsatma berdiki, ya'ni dunyodagi eng katta o'sha USS Gerald Ford aviatashuvchisini yuborish. USS Gerald Ford o'sha Janubiy Amerika va Lotin Amerikasi qirg'oqlaridan O'rta Yer dengizi tomon ketdi. Ya'ni aynan Yaqin Sharqqa emas, Yaqin Sharq mintaqasida, chunki u yoqda bor edi, ya'ni USS Abraham Lincoln. Buni O'rta Yer dengizi orqali jo'natdi, ya'ni qo'llab-quvvatlash orqali. Ya'ni Isroil qirg'oqlariga yetib bordi bu fevral oyining oxirida. Bilamiz, USS Gerald Ford dunyodagi eng katta harbiy aviatashuvchi sanaladi. Ya'ni uzunligi 337 metrni tashkil qiladi. Kengligi esa 78 metr, balandligi esa 76 metrni tashkil qiladi. Og'irligi 100 ming tonnadan ortiqroq. Bu yerda ekipaj a'zosi, ya'ni 5000 nafar atrofida, ya'ni 5000 harbiy xizmatchi sig'imiga ega. U yerda 90 ga yaqin, demak, qiruvchi samolyotlar va vertolyotlarni o'z bag'riga sig'dira oladi. Ya'ni qaysidir ma'noda aytishimiz mumkin, oddiyroq, ya'ni 3 ta futbol maydonidan ham kengroq, ya'ni kattaroq.
bitta futbol maydonining uzunligi 100-110 metr atrofida bo'ladi. Ya'ni bu uzunligi 337 metr. Xo'p, ular keldi. Mana agar ko'rgan bo'lsangiz, yaqinda o'sha AQShning Virginia klassli suv osti kemasi Eronning bir qancha kemalarini yo'q qildi, aynan torpedalar orqali. Ya'ni CENTCOM shunday bir bayonot berdiki, ya'ni AQShning markaziy qo'mondonligi sanaladi, ya'ni ya'ni Central Commander deyildi. AQShning ya'ni o'sha dengiz floti Eronning 20 ga yaqin harbiy flotini ishdan chiqardi. Ya'ni 20 ga yaqini yo'q qilindi, ya'ni flot. Agar buni o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz. AQShning mana Kuvayt hududida 3 ta F-15E Strike Eagle qiruvchi samolyotlari urib tushirildi. Aynan Eron tomonidan emas, aynan o'zining o'sha ittifoqchisi bo'lgan Kuvayt harbiy havo kuchlari tomonidan. Ya'ni bu yerda adashib zarba yo'llangan. Har ikkala tomonning ham bayonoti xuddi shunday bo'ldi. Ya'ni do'stona, demak, almashish holatlari, ya'ni do'stona tarzdagi zarbalar holati degan bir bayonotlarni berib qoldi har ikkala tomon ham. Ya'ni CENTCOM ham, Kuvayt mudofaa vazirligi ham. Mana bu Yaqin Sharq mintaqasida demak urush boshlandi va o'shanda Ukraina prezidenti Zelenskiy shunday bir bayonot berdiki, hozirda xabaringiz bo'lsa kerak, balki bu vaziyatdan. Ukrainada aynan havo hujumidan mudofaa tizimi tanqisligi, yetishmovchiligi sezilmoqda. Aynan o'sha Patriotning raketalari kerak bo'lyapti Ukrainaga suv va havodek zarur. U o'zining bayonotlarida bir qancha bot aytib ta'kidlab kelmoqda. Bizga o'sha Patriot raketalarni bering, biz sizga o'sha aynan Eronning shahid dronlarini urib tushiradigan anti-dronlarni biz sizga taqdim etamiz degan bir bayonotni berdi. Ya'ni bilamiz, bu Patriotning bitta raketasi 3-4 million dollar atrofida, ya'ni o'rtacha qiymati, ya'ni 3,5-4 million dollar atrofida bitta raketaning o'zi. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, qayerdagi bitta bir necha 10 ming yoki 100 ming dollarlik turadigan bir dronni yo'q qilish uchun bir necha million dollarlik raketa sarflanmoqda, ishlatilmoqda. Va aynan mana shunga holatga Zelenskiy urg'u bermoqda. Ya'ni keling, biz siz bilan ayir boshlaymiz. Siz bizga Patriot raketasini bering, biz sizga o'sha arzon va qulay bo'lgan o'sha anti-dronlarni biz sizga taqdim etamiz degan bir bayonotni berdi. Va hozir bu holat bilan o'sha Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va AQSh qiziqish bildirmoqda. Aynan mana shu holatga hozircha endi bir rasmiy tarzda bir bayonotlar bo'lgani yo'q hozircha, ammo shunday bir xabarlar sizdirildi. Xo'p, Eronning agar raketa salohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni bilamiz, Eron o'sha deyarli yarim asrdan beri izolyatsiyalangan davlat hisoblanadi. Ya'ni o'sha 79-yilgi inqilob davridan beri. Va o'shandan beri o'sha 80 va 88-yillarda o'sha Iroq va Eron urushi boshlandi. Bunda o'sha Saddam Husayn boshchiligidagi Iroq Eronga bostirib kirdi. Va bu urush 8 yil davom etdi. O'sha hokimiyat o'sha 1 yildan keyin almashdi, ya'ni hokimiyat tepasiga Oyatulloh Ruhulloh Humayniy vafot etdi va uning o'rniga AQSh va Isroil zarbalarida vafot etgan Oyatulloh Ali Humayniy hokimiyat tepasiga keldi, ya'ni 89-yilda. Xo'p, Eron raketalari ishlanmasi to'g'ri, buni o'zi yarata olgani yo'q. O'sha davrlarda, ya'ni 80-90-yillar atrofida Shimoliy Koreya va Xitoy bilan bevosita bu harbiy hamkorliklarni olib bordi uzluksiz tarzda. O'zining birinchi ballistik raketasini o'sha 88-yilda ishlab chiqariladi. Ya'ni bu o'shanda nomlanardiki Shahid 1. Ya'ni o'sha paytda uchish masofasi o'rtacha 300 km masofani tashkil qilardi. Va bu Shimoliy Koreya va Xitoy bilan ishlanmalari natijasida, ya'ni 11 yil oralig'ida, ya'ni 1998-yilda Shahob 2
ballistik raketasini ishlab chiqaradi va buning uchish masofasi o'rtacha 500 kilometr atrofida edi. Va 2003-yilda esa Shahob 3 ni ishlab chiqaradi va buning uchish masofasi esa o'rtacha 1300-1400 kilometr masofani tashkil qiladi. Vaholanki bu ballistik raketalar GPS orqali emas, inersial navigatsion tizim orqali boshqarilar edi. Ya'ni inersial navigatsion tizim nima degan savol sizda tug'ilishi mumkin. Bu inersial navigatsion tizim bu o'zi mustaqil, avtonom tarzda o'z yo'nalishini va harakatini va qolaversa burchagini aniqlaydigan va o'zi mustaqil yo'naladigan yopiq konturli navigatsion tizim sanaladi. Ya'ni agar sizga bir oddiyroq qilib aytadigan bo'lsam, ya'ni tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsam, tasavvur qiling, poyezd bitta chiziq o'sha rels bo'ylab ketadi, o'ngga yoki chapga burila olmaydi, yuqoriga yoki pastga tushib keta olmaydi, faqat to'g'riga harakatlanadi mumkin yoki orqaga harakatlanishi mumkin. Lekin asosiy yo'nalishi baribir oldinga harakatlanadi. Aynan mana shu holat, demak, inersial navigatsion tizimga misol qilib olishimiz mumkin, ya'ni osonlik tarzida. Va bularning albatta barchasi suyuq yoqilg'ili dvigatellar bilan ishlardi. Ya'ni suyuq yoqilg'ili dvigatel qattiq yoqilg'ili dvigatellarga nisbatan, ya'ni ularning olib yurishi, agar mobillik tizim nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, suyuq yoqilg'ililar nisbatan noqulayroq sanaladi. Agar shaxtalilarga nisbatan, ya'ni shaxtalilarga asosan suyuqlik holatda ishlaydigan tizimlar nisbatan qulayroq sanaladi. Agar mobil ko'chma tarzda bo'ladigan bo'lsa, unga qattiq yoqilg'ilar nisbatan qulay. O'zining, demak, 2008-yilda keyingi etapdagi raketa tizimlarini ishlab chiqaradi. Albatta, ya'ni o'sha 2000 kilometrdan ortiqroq bo'lgan masofaga ucha oladigan Sejl nomli ballistik raketasini ishlab chiqaradi. Ya'ni buning uchish masofasi o'sha 2000 kilometr masofani tashkil etardi. 2009-yilda esa Sejl 2 ni ishlab chiqaradi va buning uchish masofasi esa 2500 kilometr masofani tashkil qilardi. 2023-yilda Iron o'zining yanada uzoqroq va aniqroq nishonlarda ura oladigan va GPS orqali boshqariladigan Fattoh 1 ni taqdim etdi va sinovini o'tkazdi va buning, demak, uchish masofasi o'rtacha 1400-1500 kilometr masofada edi. 2024-yilda esa Fattoh 2 namoyish etiladi va buning uchish masofasi ham o'sha 1500-1600 kilometr edi. Fattoh 1 ga qaraganda uchish masofasi nisbatan yuqoriroq edi, ya'ni 100-200 kilometr masofaga. Ya'ni g'arb tahlilchilarida, g'arb institutlarida shunday bir bayonotlar chiqadiki, ya'ni bunda o'ta aniq bir fakt yoki bir javob yo'qki, ya'ni Eronda qancha ballistik raketalar bor degan bir savol tug'iladi. Ya'ni ularning har biri yoki bir institutlar yoki mutaxassislar, dunyo mutaxassislari yoki g'arb mutaxassislari aniq bir javobni aytisha olmaydi. Ya'ni shuncha ballistik raketalar bor yoki yo'q deb. Shunchaki taxminiy nuqtai nazardan aytishadiki, ya'ni 3000 dan 5000 atrofida degan bir taxminiy javoblarni aytishadi. Ya'ni 3000 tadan 5000 tagacha ballistik raketa tizimlari bor deydi. Mana bu agar o'sha Yaqin Sharq mintaqasida bo'layotgan voqealarga to'xtaladigan bo'lsak, buni AQSh tomoni ham, Isroil tomoni ham demak aytib kelmoqda. Ya'ni CENTCOM aytdiki, ya'ni CENTCOM, ya'ni Centralny Command, ya'ni markaziy qo'mondonlik Eronning 86% ballistik raketalar tizimi ishdan chiqarildi dedi, degan bir ma'lumotni aytib o'tdi. Dronlar esa 73% ga deb aytib o'tdi, ta'kidlab o'tyapti. Ya'ni 86% bu o'sha launcherlar bilan bog'liq. Ya'ni agar sizda 10 minglab, 100 minglab, millionlab ballistik raketalar bo'lsa-yu, ammo uning ishga tushirish platformasi, ya'ni launcherlari, ya'ni otish tizimi bo'lmasa, u hech qanday foyda bermaydi. Hech qanday yaroqsiz holatga keltiradi. Ya'ni bir uyum metal deyish mumkin. Aynan mana shularni nazarda tutgan holda, demak, bayonot beryapti. Agar o'zingiz ham ko'rayotgan bo'lsangiz, ancha o'sha Attackmslardan yoki
bir dronlardan yoki aviazarbalar oqibatida Eronning bir qancha o'sha launcherlari ishdan chiqarilmoqda. Va bu to'g'risida mana videolarda demak qo'yib boraman, videoyimda o'sha rasmlarni, videolarni. Mana bu bunkerga agar to'xtaladigan bo'lsak, Eronning o'sha oliy rahnamolari bevosita urush holatida bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha bunkerga kiradi va o'sha yerda o'sha demak ko'rsatma va buyruqlarni beradi. Aynan mana shu buyruqlarni demak beradigan bunkerni siz videoning so'ngida demak tomosha qilishingiz mumkin. Aynan o'zbek tilida, ya'ni o'sha faqatgina o'sha bunkerda tisha oladigan AQShning GBU-57 bunker booster bombalari sanaladi. Ya'ni videoni siz ko'rganingizdan keyin to'liq tushunib olasiz. U yerda o'zbek tilida aniq ravon qilib tushuntirilgan. Hozirgi kunda bunker booster bomba faqatgina yagona AQShda mavjud. Aynan mana shu chuqur masofali bunkerlarni tesha oladigan. Qolgan Rossiyada ham, Xitoyda ham bunday qurol mavjud emas. Diqqatingiz uchun rahmat. Sog'-salomat bo'ling. Yer yuzidagi eng maxfiy joyni qanday yo'q qilish mumkin? Bu portlovchi moddalar masalasi emas. Bu geologiya va fizika masalasi. Eronning shimoli-sharqida, Lavizan tumanidagi oddiy ko'ringan ko'chalar ostida an'anaviy harbiy muhandislik qoidalaridan ham ustun bo'lgan inshoot joylashgan. Bu cho'ldagi oddiy harbiy baza emas. Bu oliy rahbar Ali Xumayniyning shaxsiy qo'mondonlik markazi va panoh joyidir. Razvedka agentliklari uni chuqur joylashgan va mustahkam himoyalangan obyekt deb ta'riflagan. Ammo bu rasmiy atama uning haqiqiy kuchini to'liq ifodalamaydi. Bu yer yuzasidan 100 metr chuqurlikda joylashgan qal'a bo'lib, uning usti tog' jinsi va juda zich beton qatlami bilan himoyalangan. Bu qatlam ba'zi joylarda tog'ning o'ziga qaraganda qattiqroq. Bunday qurilish strategiyasi passiv mudofaa deb ataladi. Mantiqan oddiy. Agar sen amerikalik stealth bombardimonchilarni urib tushira olmasang, ularning bombalarini etib bormaydigan darajada chuqur inshoot qurishing kerak. Bu bunkerni yo'q qilish nega shunchalik qiyinligini tushunish uchun uning qanday materiallardan qurilganini bilish lozim. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga qarashli Xatam al-Anbiyo muhandislik konsuli oddiy qurilish materiallaridan foydalanmagan. Ular ultra yuqori mustahkamlikka ega maxsus beton tarkibini ishlab chiqqan. Oddiy qurilish betonining bosimga chidamliligi taxminan 4000 atrofida bo'lsa, Lavizan kompleksi devorlarida 20 mingdan ortiq mustahkamlikka ega po'lat to'lalar va nano qo'shimchalar bilan mustahkamlangan beton ishlatilgan. Amalda bu sun'iy granitga o'xshaydi. Ammo beton bu faqat ichki qobiq. Asosiy kapsula ustida kinetik energiyali probevchi bombalarni zararsizlantirish uchun mo'ljallangan bir nechta himoya qatlamlari joylashgan. Eng muhimlardan biri Burster plita. Bu shaxtaning o'rtasida joylashgan. Qalinligi taxminan 5 metr bo'lgan granit toshlar yoki mustahkamlangan beton qatlami bo'lib, uning vazifasi tushayotgan bombaning portlash detonatorini erta ishga tushirish yoki korpusini asosiy inshootga yetib bormasdan sindirib yuborish. 100 metr chuqurlik asosiy himoya hisoblanadi. G'arb arsenalidagi eng mashhur bunker buzar bomba GBU-28 taxminan 6 metr betonni yoki 30 metr tuproqni teshib o'tishi mumkin. Lavizan kompleksiga nisbatan uni tashlash tankga tosh o'tishga o'xshaydi. Hatto B-2 Spirit samolyoti tashiydigan 30 ming funtlik GBU-57 ham nazariy cheklovlarga ega. Qattiq tog' jinsi yoki yuqori mustahkam betonda. U taxminan 20 metrgacha kirib borishi mumkin. Bu esa portlash bilan maqsad orasida yana 80 metr tog' jinsi qolishini anglatadi. Bir marta zarba berish foydasiz. Ichkaridagi nishonni yo'q qilish uchun Amerika havo kuchlari juda xavfli va yuqori aniqliklik talab qiladigan jackhammering deb ataluvchi manyovrni amalga oshirishga majbur bo'lar edi. Jackhammering texnologiya imkoniyatlarining deyarli eng chegarasida turgan taktika hisoblanadi. U bir nuqtaga bir nechta B-2 bombardimonchilari hujum qilishni talab qiladi. Birinchi samolyot GBU-57 bombasini tashlaydi. Bomba yerga ovoz tezligidan yuqori tezlikda urilib, booster qatlamini teshib o'tadi va tosh qatlamlari ichida portlaydi. U bunkerni yo'q qilmaydi. U faqat katta chuqurlik hosil qiladi. Bir necha soniyadan keyin ikkinchi samolyot yana 30 ming funtlik bomba tashlaydi. Yo'naltirish kompyuteri bu ikkinchi bombani birinchi bomba qoldirgan aynan shu teshikka aniq kiritishga majbur. Shunda ikkinchi bomba energiyasini yuza toshlariga sarflamaydi, balki birinchi portlashdan hosil bo'lgan chuqurlik orqali pastga tushib, uning tubida portlaydi. Keyin uchinchi bomba, ehtimol to'rtinchi bomba ham xuddi shu tarzda tashlanishi kerak.
Xatolikka o'rin yo'q. Agar ikkinchi bomba hatto bir necha metrga o'xshisa, u yangi tosh qatlamiga uriladi va ta'sir yo'qoladi. Eronliklar buni yaxshi bilishadi. Shuning uchun Lavizan tumani Yaqin Sharqdagi eng kuchli elektron urush tizimlaridan biri bilan qoplangan. Quvvatli GPS jammerlar radiospektrni shovqin bilan to'ldirib, tushayotgan bombalarning Sputnik orqali boshqaruv tizimlarini ko'r qilib qo'yadi. Agar bombaning aniqligi hatto biroz pasaysa ham, Jackhammer taktikasi muvaffaqiyatsiz tugaydi. Bundan tashqari, bunker yaqin portlashlardan kelib chiqadigan seysmik zarbalarga ham bardosh bera oladigan qilib loyihalashtirilgan. Ichki qo'mondonlik modullari osmono'par binolarni zilziladan himoya qilishda qo'llanadigan ulkan amortizatorlarga o'xshash tizimlarga o'rnatilgan bo'lib, ular uskunalar va odamlarni yerning kuchli silkinishidan izolyatsiya qiladi. Harbiy forumlarda ko'p muhokama qilinadigan yana bir nazariy variant Rods from God yoki kosmosdan kinetik zarba berish g'oyasi. Bu g'oyaga ko'ra, orbitadan telefon ustuni kattaligidagi volfram tayoqchasi tashlanadi va u 10 mach tezlikda yerga urilib, radiatsiyasiz yadroviy qurolga teng kuchli zarba beradi. Ammo fizika qonunlari buni amalda fantaziyaga aylantiradi. Agar snaryad 1,5 km/sekunddan yuqori gipertezlikda toshga urilsa, materiallar suyuqlik kabi harakat qila boshlaydi. Orbital tezlikda yerga uriladigan volfram tayoqchasi yuzlab metrga kirib bormaydi. U urilish paytida eriydi va bug'lanib ketib, barcha energiyasini yer yuzasida chiqarib bo'ladi. Probif kirishning gidrodinamik cheklovi shuni anglatadiki, gipertovushli snaryadga qaraganda sekinroq, ammo og'ir po'lat nayza, masalan GBU-57, yerni teshib kirishda amalda samaraliroq hisoblanadi. Agar oddiy fizika usullari samara bermasa, Amerika arsenalida Lavizan kompleksini aniq yo'q qilishni kafolatlaydigan faqat bitta variant qoladi. Bu B-61-11. Bu oddiy yadroviy bomba emas. U yerga kirib portlaydigan taktik yadroviy qurol bo'lib, uning quvvati 340 kilotonnagacha o'zgaruvchan. U portlashdan oldin bir necha metr chuqurlikkacha yerga kirib borish uchun mo'ljallangan. Yadroviy portlashning energiyasi yer qatlami bilan bevosita bo'lganda juda katta seysmik zarba to'lqini hosil bo'ladi. Yuzadagi portlash energiyaning katta qismini havoda yo'qotadi. Yer ostidagi portlash esa yer po'sti orqali ulkan bolg'a zarbasi kabi tarqaladi. Hech qanday ultra mustahkam beton yadroviy qurol keltirib chiqaradigan mahalliy zilzilaning kesuvchi kuchlarga bardosh bera olmaydi. Tosh qatlami go'yo suyuqlik kabi holatga kelib qoladi. Bunker esa banka kabi ezilib ketadi. Biroq uni qo'llash siyosiy jihatdan deyarli imkonsiz. Narxni talab qiladi. Cho'ldagi chekka obyektdan farqli ravishda Lavizan bunkeri Tehron shahri ichida joylashgan. Yer ostidagi yadroviy portlash millionlab tonna radioaktiv tuproqni atmosferaga o'tib chiqaradi va bu radioaktiv yog'in poytaxtni qoplab, 100 minglab tinch aholi halok bo'lishiga olib keladi. Qo'shma Shtatlar harbiy maqsadiga erishishi mumkin, ammo bu insoniyat tarixida misli ko'rinmagan gumanitar falokat evaziga bo'ladi. Eronliklar o'z qal'asini nafaqat tosh qatlamlari ortiga, balki o'z fuqarolari tashkil etgan inson qalqoni ortiga ham qurgan. Shuning uchun Lavizan bunkerini yo'q qilish, uni portlatishni talab qilmasligi ham mumkin. Funksional mag'lubiyat konsepsiyasiga ko'ra bunkerni ezib tashlash shart emas. Uning ichidagi odamlarni harakatsiz qoldirishning o'zi kifoya. Kompleks havoga bog'liq. Havo kirish shaxtalari portlashga qarshi klapanlar va biologik hamda kimyoviy qurollardan himoya qilish uchun mo'ljallangan harbiy darajadagi neurofiltrlar bilan himoyalangan. Ammo ular termobarik hujumga to'sqinlik qila olmaydi. Havo kirish ventilyatsiya shaxtalari yaqinida portlatilgan yonilg'i havo aralashmasi atrofdagi hududdan kislorodni tortib olib, vakuum hosil qilishi mumkin. Bu esa ichkaridagi odamlarning o'pkalarini shikastlashi yoki generatorlarni ishdan chiqarib, ularni bo'g'ib qo'yishi mumkin. Yana bir variant yuqori aniqlikdagi zarbalar orqali barcha kirish-chiqish yo'llarini yopib tashlash. Shu bilan rahbariyatni tiriklayin ko'mib qo'yish. Bunda bunker qabrga aylanadi. Lavizan kompleksi mavjudligi zamonaviy urushning eng yuqori darajadagi to'siqli muvozanatini ifoda etadi. Qo'shma Shtatlar yetarlicha vaqt va qurol aslaha bo'lsa, istalgan tog'ni teshib o'tish imkoniyatiga ega. Ammo Eron shunday nishon qurganki, uni yo'q qilish qiymati dollarlarda emas, balki siyosiy oqibatlarda o'lchanadi. B-2 Spirit samolyotlari yerni yorib tashlay oladigan qurollarni ko'tarib, tul qorong'usida aylanib yurishi mumkin. Ammo mojaro oddiy, yadroviy bo'lmagan darajada qolar ekan, bunker ichidagi odam xavfsiz qoladi. 100 metr chuqurlikda, geologiya fizikasi va geosiyosat cheklovlari bilan himoyalangan holda. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Omon bo'ling.